Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun 27-dekabr haftaning shanba kuni Surxondaryo viloyati Oltinzoy tumani Mirshoda bozorining kiraverishda joylashgan mana bunday presslar qatoridan videoroliklar tayyorlaymiz. Video boshlamasdan birdan like tayyorlaysizlar. Sizlar uchun video qilishdan charchamaymiz. Mana videolarni davom ettirib boshlaymiz. Yera press qanchadan bo'lyapti akalar? Bizdan emas aka. Mana. Egasi yo'qmi ekan? Aka aytaverasizmi pressda? Mana. Presslarni narxlari qanday bo'lyapti akalar? Keling aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Zo'rmisiz? O'z qanday? Yaxshi. Rahmat, Xudoga shukr. Ishlaringiz yaxshimi? Allohga shukr. O'z qanday? Aka bu yeri pressda narxi qanday bo'lyapti? 60 ming so'm bo'lyapti aka, o'tadigan joyi bor. Aytilishi 60. 60 ming so'm aytilishi. Kam bor. Kami bor ha. Olishiga qarab, ko'p kam olishiga qarab, boradigan joyiga qarab. Boradigan joyiga qarab, miqdoriga qarab narxlari kelishadi. Dastlabkasi ham bor. Manzil bilan telefon nomeringizni qoldiraylik, xaridorlar aloqaga chiqaveradi. 94 kodi bilan 547 50 10 raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilishlaringiz mumkin azizlar. Manzil qayerda? Qumqo'rg'on tumani Gagarindan sotuvchi akalarimiz. Paxolmi bu? Tariq press. Tariq press. Qancha bo'lyapti bu? Doni bilan kasalkada o'rilgan, kombayda chiqarilmagan. Xo'p, 48 ming so'm aytilishi. 48 ming aytilishi. Buni bitadigani qancha bo'ladi? Uni bitadigani endi nimasiga qarab kelishlaydi. Miqdoriga qarab kelishiladi. Dastavka Surxondaryo bo'yicha. Shunday, bor, hamma. Gap yo'q azizlar. Mosh qancha bo'lyapti? Akalar, mosh qancha bo'lyapti, mosh? 6,5 aytilish, ha? Xo'p, necha qilib berasiz Surxon obzor obunachlariga? Mashka deyiladi, nima deyiladi? Mashtoppa deyiladi. Mashtoppa. Gaz 53 mi, zilmi? Gaz 53. Gaz 53. Necha qilib berasiz og'a buni? 6 million 300, 6 million 400 berilyapti. 6300, 6400 uyga borib beriladi. Olib borib ag'darib tashlaysiz. O'zi tushirib oladi. Tushirib oladi. Telefon nomeringizni qoldiraylik unda. 94lik 94 kodi bilan 855 855 20 98. 2098 raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilaverasizlar. Beda press sizlardanmi? Beda bizdan. Aha, beda press qancha bo'lyapti? Press 63. Yam-yashil ekan. 62 berilyapti. 63 aytilishi azizlar. 62 berib yuborilayotgan summasi. Manzil qayerda edi? Qumqo'rg'on Gagarin. Tunikafon bo'yicha Qumqo'rg'on Gagarin juda ham mashhur, chunki butun qishloq tunikafon bilan shug'ullanadi. Nomeringiz necha edi? Shu nomerga telefon qiling. Bo'ya 022 emasmi? Yo'q. Ayting, boshqatda. 855 20 98. Boshi necha? 94 kodi bilan aloqaga chiqaverasizlar. Mashtoppa savdo qilsangiz ham bo'ladi yoki beda press. Bu sizlardan emasmi? 55 ming, 60 ming har xil sotilyapti. Yera ko'raverasizlar. Mana azizlar, yana bir boshidan bozorni yoritaveramiz. Hozir Makkani so'raymiz. Bu qanchadan baraka bo'ldi ekan aka, Sobon press? Tog'a sal orqa qilsam men bo'layin-da. Gerçek Narxini bilmaysizmi? Shofyorman, men narxini bilmayman, deyapti sotuvchi akamiz. Nima, shofyor akamiz. Bu Makka hashak kimdan ekan akalar? Sizlardanmi? Seppada, ha? Ha, seppada. Bog'langan. Bog'i necha pul bo'lyapti? 15 ming. 15 ming aytilishi. Agar kelishtirib chiroyli narsa qilib bersangiz, necha qilib berasiz? 13 lardan beriladi. Surxondaryo bo'yicha dastavka bormi, yo'qmi? Turishiga arzon chiqib qolsa. Bor, dastavka o'sha nima? Mana azizlar, agar Seppa Makkani izi ko'p bo'lsa, nomer qoldirsak nima deysiz? Bor, qoldirib bor. Ayting bo'lmasa nomeringizni. 95 kodi bilan
188 84 22 raqamiga qo'ng'iroq qilsalaringiz. Faqat Makka bormi yo mana bu Yeremex Press ham sizlardanmi? Sizdan emas, ha? Faqat Makka hashak olaman deganlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar azizlar. Gap yo'q, rahmat aka, salomat bo'ling. Sizdan emasmi bu aka? Bu yerda yana ko'rsatib o'tiramiz. Yeremex Presslar qancha bo'lyapti ekan? Yeremex Press 60 ming bo'lyapti. 60 ming. Aytilishi. Necha qilib bera olasiz? 59 ming beramiz. 59 beraveraman deyapti. Mana ko'raverasizlar. Bitadigan necha deysiz, og'a? 50 endi 60 aytib 1000 so'm tushishi shu noto'g'ri narsa-da. 65 aytsak 55 dan beraverasizmi? beramiz. Dastavkachida. Dastavkachida mana Manzil qayerda? Manzil. Oltinsoy oqar buloq. Oltinsoy Oqarbuloqda manzil. Telefon nomeringizni aytasizmi? Uyingizdan olib ketsa. 514 91 kodi bilan 510 90 birlik 91 kodi bilan 514 514 94 94 97. 97 raqamga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Kelishaverasizlar azizlar. Paholdan bo'ladi-da. Aksiya qilib zo'rmisiz? Bo'laman, yaxshi. YouTube'ga zakonlab nomer qo'yingda, zakon boriga shu marta adrenalin olib beraman. Cho'tka qilib nomerlar bilan. Hamma turidan bor aka. Bida Bu paholmi nima? Sholi press. Sholi 120 lik. 120 juda uzun ekan, ha? Ha, 120 lik mana o'lchab ko'ring. Ipin taranglarini ko'rsating aka. Qarang, azizlar, haqiqatda og'ir. Og'ir. 120 lik. Buni aytilishi qancha aka? 26 ming so'm, 25 ming so'm qilib beramiz. Surxon Obzor obunachilariga. Ha, dastavkasi 100 tadan o'tsa bepul. Tekin. Tekin. 100 tadan o'tsa tekin. Pasiga pul beradi. 100 ta tepasi bor. Dastavka. Sholi press. Sholi press 26-25 ming beradi. 25 dan baraka. Ha. Azizlar, yana ham savdo qilaverasizlar. Men Keyin Yeremex sizlar e'tiborlaringizni havola qilib beraman. 50 ming so'mdan yangi yilga bonus. Bonus. Ha, 50. Boshqalar 55 sotyapti, ha? Boshqalar 50 ming sotyapti. Izi ko'p. 50 ming so'mdan. 50 mingdan Yeremex Press, shundaymi? Ha, yangi yilga. Yangi yilga. Bu yoqda yana nimalar bor? Keyin mashkam ham bor, mashkamda bor. Bumi? Ha, mashkam ham bor. Tekis turibdi, Tekis. presslangan. Presslangan 3 kishi tepgan. Gap yo'q. O'zimizni mashkam. Buni necha qilib berasiz aka? 6,5 deyapmiz, kami bor. 6,5 million aytilishi. Aytilishi. Kam bor. Ha, kami bor. Dastavka ichida bo'ladimi? Dastavka Surxondaryo ichida. bo'yicha. Surxondaryo bo'yicha. Boysunmi, Sarassiyami farqi yo'q. Farqi yo'q. Endi manzilingiz bilan telefon nomeringizni ayting aka. Manzil Qumqo'rg'on Gagarin. Qumqo'rg'on Gagarin. Azizlar, Qumqo'rg'onliklar mana bunday press sotish bo'yicha ham mashhur. Tunikafon bo'yicha ham Qumqo'rg'on mashhur adashmasam. Tunikafon. Gagarin, to'g'rimi? Gagarin, ha. Nomeringiz qaysi? 99. Azizlar, mana bu nomerlarga qo'ng'iroq qilasizlar. 99 kodi bilan 235 94. 94. Hashtag 97 kodi bilan 246 94 00 raqamiga qo'ng'iroq qilsalaringiz. Ismi O'ral aka. Surxon Obzor kanalini aytib qo'ng'iroq qilsalaringiz, bidasi ham bor ekan. U qanchadan? Bedani 50 ming so'm qilib beraman bayram oldi. Bida ham 50 ming so'm, yaxshi narx. Bayram Chunki oldiga. Makka press bormi deyapti. Makka press 40 ming so'm. 40 ming so'mdan Makka press. U nechaga boylangan bo'ladi? Nechlik? 80-90 ming. 80-90 ming bo'ladi. Xohlasa bog'i ham bor. Gap yo'q aka. Mana. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, ko'raverasizlar. Beda pressimdan bo'lasizmi bir? Qayerda? Belaki mana. Yuring. Ko'm-ko'p 50 ming so'mdan beraman. Yuring aka. 50 mingdan berib yuboraman deyapti O'ral akamiz. Unisi ham bor, keyin unisi ham bor mana keyin. Mana 1 metrlikka bo'ylang. Ikki taraf. 1 metrlik ipga boylangan mana. Men o'rtadagi xolis odam bor azizlar. Men sotuvchi bilan xaridorning o'rtasidagi xolis odamman. Og'ir ekan, haqiqatan og'ir. Tarang boylangan. Buni necha qilib berasiz? 50. 50 oxirgi narx. Oxirgi narxi 50 ming deb aytyapti. Manzil Qumqo'rg'on Gagarin. Yana qayerda bor? Press ham bor, Makka ham bor. Ayting, tariq press izlaganlar. Tariq ham bor. Tariq qanchadan? Tariq 50 ming so'm. Doni bilan turibdi. Mana Arkalarga tikon press ham bor. bidani 50 ming deyapti akalar, mana kommentariyaga yozishyapti.
Bida press 50 mingdan beri oraman bayram oldi deyapti. Qo'y boqarchi analarga tikon prismi. Yontaq pressmi? Ha, yontaq press. Yontaq press. U qanchadan? 25 ming so'm. 20 so'm donlagan. 25 mingdan yontaq press ham bor deb aytilyapti. Qisqasi, o'ziga qo'ng'iroq qilasizlar. Mosh to'ppadan tortib mana bunda sholi press, yerangaq press, beda press. Obunachilarimiz biri ham o'zopoyoz degani bo'lsa, o'zopoy ham bor. O'zopoyadan ham press bo'ladimi? Yo'q. O'zi. O'tin. O'tinlikka. Ko'radi-ku, bir xilga o'tin kerak. To'g'ri, O'tin ham bor. Aloqaga chiqaverasizlar azizlar. Drabilkalar hamda ekonom pechlarda optim narxlarda sotiladi azizlar. 8 ming so'mdan 950 ming so'mgacha narxlari bor. Mana ko'rsatib o'tamiz. 3 ta etapi bor. Komplektida kurobkasi hamda puldoni mavjud. Mana 20 santimetrga, bu yog'i ham 20 bo'ladigan bo'lsa uzunasi 8 ming so'm arzonroq bo'ladi. Agar 25 ga, mana bu kattasi. Bu yog'i ham 25 bo'ladigan bo'lsa 950 ming so'mdan Surxondaryo viloyati bo'ylab sotiladi azizlar. Qolaversa, drabilkalar ikki xil bo'ladi. Alyumin atmotka hamda mis atmotkaliklari. Narxlari 2 million 400 mingdan 2 million 700 ming so'mgacha Surxondaryoning istalgan bir joyiga dastavka xizmati mavjud. Mana ko'rsatib o'tamiz. Olovda pishirilgan pichoqlardan qo'yilgan azizlar. Yana yordam pichoqlari ham bor yonida. Hech qanaqa tezlashtirib gapirayotganimiz yo'q. Mana videoda hech qanday montaj bo'lgani yo'q. O'zim tez gapiryapman. Mana Surxondaryo viloyati Angor tumani eski Sariq Metandi yonida. Aloqaga chiqaverasizlar. Afxam akaga Surxon Abzur kanalida aytib qo'ng'iroq qilsalaringiz, chiroyli narxlarda kelishtirib beriladi. Mana azizlar istalgan miqdorda izi bor. Angor tumanidamiz azizlar. Bir dona like bosamiz videoga, do'stlarimizga yuborib tashlaymiz. Katta.